Assalomu alaykum hammaga. JavaScript kursimizni ikkinchi darsiga xush kelibsiz. Bu darsimizda biz sizlar bilan variable hamda value, ya'ni o'zgaruvchi hamda qiymatlar haqida gaplashib o'tamiz. O'tgan darsimizda biz sizlar bilan JavaScript bu nima, object oriented programming, obyektlar ichidagi metodlar haqida biroz suhbatlashgandik. Endi bugungi darsimizdan boshlab sizlar bilan HTML faylda index fayl JavaScript fayliga ulash, console.log function haqida, o'zgaruvchilar ya'ni let hamda const, case'lar haqida, nomlanishdagi noqonuniy nom berishlar haqida hamda reserved keywords ya'ni band qilingan nomlar haqida gaplashib o'tamiz. Albatta, JavaScript kodimizni natijasini ko'rishimiz uchun bizga brauzer kerak hamda brauzerda natijani ko'rishimiz uchun albatta HTML faylimiz kerak. Bu yerda biz ko'rib turganlaridek script tagidan foydalanib, bu body'ning ichidagi script tagidan foydalanib index JavaScript faylimizni HTML faylimiz bilan bog'lab olyapmiz. Buning uchun biz script tagini source degan attributiga index.js ya'ni JavaScript faylimizni nomini berishimiz kifoya. Bu bilan HTML hamda index JavaScript faylimiz bir-biriga bog'lanadi. Hamda mishkani o'ng tarafini bosib open with live server tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga brauzerda HTMLimizni natijasini chiqarib beradi. Hamda biz bu yerda console bo'limi mavjud. Console bo'limida yozgan kodimiz natijasini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun ko'rib turganlaridek bu yerga men console.log function orqali salom, mening ismim, bu yerdagi qiymat Kevin hamda men 24 yoshdaman qiymatini chiqarmoqchiman ham natijasini ko'rishlar mumkin. Ya'ni brauzerimizni console bo'limida. Bu console bo'limi bilan bizni kodimizni bog'lashimiz uchun albatta console.log functiondan foydalanamiz. Bu function bizga ko'prik vazifasini bajarib beryapti. Ya'ni yozgan kodimiz natijasini ko'rishimiz uchun shu functiondan doim foydalanamiz. Xo'p, ana endi keling biz o'zgaruvchilar haqida gaplashib o'tamiz. O'zgaruvchilar JavaScriptda, navaqat JavaScriptda qolgan hamma tillarda ham eng muhim tushunchalardan biri hisoblanadi. JavaScriptda 3 ta turdagi o'zgaruvchilar mavjud. Bulardan biri let, const hamda var. Var tushunchasi amaliyotdan chiqib ketgan. Shuning uchun asosan biz let hamda const haqida gaplashamiz. Var nimaga chiqib ketgan degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu scope'ga amal qilmaydi. Scope haqida keyinchalik gaplashib o'tamiz. Hamda shu mavzuga kelgan paytimizda let haqida ham tushuncha berib ketaman. Hozir biz asosiy urg'uni let hamda const variablelari, ya'ni o'zgaruvchilarga qaratamiz. Buning uchun men o'tgan darsda yozilgan hamma kodlarni o'chiraman hamda bir o'zgaruvchini hosil qilamiz. Ya'ni let name hamda unga qiymat sifatida Kevin deb beraman. Hamda bu Kevinning natijasini ko'rishimiz uchun console.log functiondan foydalanamiz. Hamda o'sha o'zgaruvchini nomini bunga beradigan bo'lsak, functionga beradigan bo'lsak, biz buning natijasini brauzerimizni console bo'limida ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganlaridek Kevin. Agarda shu o'zgaruvchidan foydalanmaydigan bo'lsak-chi, bunda qanday bo'ladi? Tasavvur qiling. Hozir biz Kevin qiymatini 4 marta chiqarmoqchimiz. Chiqaradigan bo'lsak, 4 ta Kevin chiqdi. Agarda men buni qiymatini bir joyda, ya'ni Kevindan Kevinbekka o'zgartirsam, to'rala console.log qiymati ham o'zgaradi. Ya'ni Kevinbekka o'zgaradi. Agarda biz variabledan emas, shunchaki bu qiymatni o'zini console.logga beradigan bo'lsak-chi, bunda qanday bo'ladi? Console.logga men Kevinning qiymatini berdim. Kevinning qiymatini beradigan bo'lsam, anda natijasini ko'rsam Kevinbek chiqdi. Lekin men buni 4 marta ishlatdim. Hamda 4 ta Kevinbek natijasini ko'rishimiz mumkin. Lekin men bularni hammasini qiymatini birdaniga o'zgartirmoqchi bo'lsam-chi, buning imkoniyati yo'q. Har birini bitta-bitta o'zgartirib chiqishim kerak. Misol uchun, Kevinbekdan Kevinga o'zgartirmoqchiman. Buning uchun men har bittasini qiymatini qo'lda o'zgartirib chiqishim kerak bo'ladi. Bu albatta bizga noqulaylik keltirib chiqaradi. Endi Kevinni ko'rishlar mumkin. Bundan qochish uchun, bunday yomon odatdan qochish uchun biz albatta o'zgaruvchidan foydalanamiz.
Aytib o'tganimdek, JavaScriptda asosan let hamda const variablelari bor. Ikkovini eng asosiy farqlaridan biri bu letni qiymatini o'zgartirsa bo'ladi, const qiymatini o'zgartirsa bo'lmaydi. Buni misol bilan ko'ramiz. Misol uchun, men name'ga qiymat sifatida Kevin Beyni berdim va undan keyingi qatorda name'ni qiymatini Muhammad deb qo'ydim. Hamda hozir console.logga Kevin Bey emas, balki Muhammad qiymati chiqadi. Chunki men birinchi Kevin Bey deb nom berdim, qiymat berdim, lekin ikkinchi qatorda uni qiymatini Muhammadga o'zgartirdim. Hamda konsolda ko'radigan bo'lsak, Muhammad nomi qiymati chiqdi. Lekin xuddi shu misolda const bilan ko'rsakchi. Const last name hamda unga qiymat sifatida nameatif deb beradigan bo'lsam, hamda uni console.logga chiqarsam, console.logga last name deb chiqaradigan bo'lsam, ko'rib turishlar mumkin, nameatif qiymati chiqdi. Lekin men bu qiymatni 5-qatorda o'zgartirmoqchi bo'lsamchi, last name'ni qiymatini nameatifga emas, balki Asranovaga o'zgartirsam, nima bo'ladi? Albatta bu o'zgarmaydi. Bizga type error beradi. Assignment to constant variable deyapti. Ya'ni konstanta variable'ga, ya'ni konstanta o'zgaruvchisiga sen qaytadan qiymat bermoqchi bo'lyapsan. Bunaqa qonun yo'q JavaScriptda deb aytayapti xato. Albatta, amaliyotda ko'pincha biz const ishlatamiz. Let qachonki qiymatni o'zgartirish kerak bo'lsagina ishlatiladi. Agarda qiymatni o'zgartirish niyatimiz yo'q bo'lsa, unda doim constdan foydalanib kelamiz. Ana endi keling, sizlar bilan case'lar haqida gaplashib o'tamiz. JavaScriptda umuman qolgan tillarda ham 3 ta asosiy case bor. Bulardan birinchisi camel case deyiladi. Camel case. Bunga misol sifatida last name. Keyingi misolimiz bu kebab case deyiladi. Kebab case. Kebab case bunga misol sifatida yana last name, first name beraman. First name. Ya'ni firstdan keyin ko'rib turganlardek oddiy chiziqcha hamda undan keyin name yozyapman. Bu bizda kebab case deyiladi. Hamda snack case mavjud. Snack case bor. Bunda misol sifatida my first job deb qiymat beradigan bo'lsak, ko'rib turganlarda har bitta so'zni orasida pastki chiziqcha bilan berganman. Bu ilonga o'xshagani uchun, ilon shakliga o'xshagani uchun snack case deyiladi. Bu shashlikka o'xshagani uchun kebab case. Bu camel case nomi nimaga edi camel case? Chunki bu tuyaga o'xshab orada bunday tepada ishgan joyi bo'lgani uchun camel case deb ataladi. Bu yerda ham bir muhim qonun bor. Bu camel case bilan snack case'ni o'zgaruvchilarni define qilishimizda ishlatishimiz mumkin, lekin kebab case o'zgaruvchilari to'g'ri kelmaydi. Misol uchun, agarda men let deb turib first name deb beradigan bo'lsam, bu error beradi. Chunki firstdan keyin chiziqcha bilan hech qanaqa variable berish qonuni yo'q. Bu bizga albatta error beradi. Ya'ni unexpected token bunaqa chiziqchani chiqaryapti. Lekin bu qayerda ishlatiladi degan savol bo'lsa, bu asosan CSS'lar fayllarda yoki yangi fayl ochishda, misol uchun first index.html deb ochsak, bu albatta to'g'ri keladi. Bularning hammasi nimaga o'zi case'lar yaratilgan? Nomlarni osonroq o'qish uchun. Agarda men my first jobni bitta qilib yozadigan bo'lsamchi, bunda albatta o'qish noqulay hisoblanadi. Shuning uchun ham shunaqa case'lardan foydalaniladi. Xo'p, ana endi keling, variable'larni nomlanishini ham ma'lum bir qoidalar haqida gaplashib o'tsak. Uning uchun bularni hammasini o'chiraman.
hamda boshqatdan kod yozamiz. Agarda men let qanaqadir son name teng, misol uchun Muhammad deb bersam, bu albatta qonunga zid, chunki variablelardan oldin, ya'ni birinchi qiymatini son bilan bera olmaymiz. Yokida qanaqadir simvollardan foydalana olmaymiz. Bu ham albatta qonunga to'g'ri kelmaydi. Lekin bu yerda bitta use case bor. Albatta dollar bilan bersak, bu ishlaydi. Hech qanaqa xatolik yo'q. Agarda biz qanaqadir simbol bersak, brauzerda ko'rishimiz mumkin. Unexpected identifier name deb bunaqa error beradi. Bu ya'ni bunaqa nomni men tushunmayman, noto'g'ri nom beryapsan demoqchi. Yana bunaqa misollardan biri bu. Misol uchun first degandan keyin symbol hamda name. Bu ham albatta qonunga zid. Agar buni ham xatosini ko'rsak, buni ham xuddi o'sha xatoni unexpected identifier degan xatoni beryapti. Lekin buni panjarani o'rniga dollar deb bersak, ishlaydi. Buni o'rniga end deb bersakchi. Ya'ni bu simbol bu end degan, ya'ni va degan qiymatni beradi. Bu ham albatta qonunga to'g'ri kelmaydi. Yoki bu ham to'g'ri kelmaydi. Lekin bu, ya'ni emailda kuchukcha belgisi, bu ham to'g'ri kelmaydi. Yoki foiz belgisi. Ya'ni hozir bundan bilishimiz mumkinki, dollardan boshqa qolgan hamma simvollarimiz bu noto'g'ri hisoblanadi. Yoki plus, yoki tenglik belgisi. Bular hammasi noqonuniy hisoblanadi. Bundan tashqari, JavaScriptda ma'lum bir reserved names variables deydi. Ya'ni oldindan JavaScript tomonidan band qilingan nomlar ham mavjud. Misol uchun let function teng, misol uchun function deb beradigan bo'lsak, bu albatta noto'g'ri. Chunki function oldindan JavaScript tomonidan band qilingan, ya'ni reserve qilingan. Yana bunaqa misollardan biri new. Chunki new klasslardan instance olib turgan vaqtimizda, obyekt olib turgan vaqtimizda ishlatiladi. Yoki function degan so'z function yaratib turganimizda ishlatiladi. Shuning uchun ham bu nomlardan foydalanish umuman mumkin emas. Unexpected token new. Yoki buni function ga o'zgartiradigan bo'lsak, yana nima deydi error? Unexpected token function. Ya'ni syntax errorlar beryapti. Xo'p, bugungi darsimizda JavaScriptda juda ham muhim hisoblangan HTML bilan JavaScript faylini bog'lash yokida console.log function haqida, o'zgaruvchilar let hamda const qisman o'ziga o'rgandik. Keyinchalik bu haqida ko'p gaplashamiz. Case haqida gaplashdik, ya'ni camel case, kebab case, snake case haqida gaplashdik. Hamda illegal variable name'lar, ya'ni noqonuniy nom berishlar haqida gaplashdik. Misol uchun, nomni boshida raqam bilan yoki qanaqadir simbol bilan boshlash mumkin emas. Shular haqida gaplashdik. Hamda band qilingan nomlar, new hamda function kabi nomlarni ishlatish mumkin emasligi haqida gaplashib o'tdik. Endi keyingi darslarimizdan boshlab data type'lar, let hamda const haqida chuqurroq o'rganamiz. Ma'lum bir operatorlar, ya'ni undan oldin aytib o'tdim, and, or degan operatorlar mavjud. Shular haqida keyingi darslarimizda chuqurroq o'rganib ketamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.